foydali taklif. Agar shuni ham shu videodan foydalanmasangiz bilman. 5 ta yaqinizga jo'natib qo'ying, o'zim sizga tushuntiraman. Do'kondagi barcha mahsulotlar 30% skidkada, chegirmada olib ketasiz. Sababi yangi tovar kelayotgani uchun do'konni srojno bo'shatish kerak bo'lyapti, yangi tovarlarni qo'yish kerak. Shuni hisobiga do'kondagi barcha mahsulotlar bitta, ikkitadan qo'ygan, hammasini 30% skidkada, chegirmada xarid qilib ketasiz bular. Dushovoy, semestitllarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Komplekt tegidagi hamma narsasi bilan olib ketsangiz bo'ladi 30% skidkada Instagram orqali kelgan insonlar uchun. Xohlasangiz mana tillarang yoqmadimi? Qoralar, oqlari bor. Rakvina unitazlarni, mana devorga qo'yadigan unitazlar bor. Qo'yib ko'rishingiz mumkin, toqorat qiladiganlar. Qanaqasi keling? Radiatorlarni gapirmasa bo'ladi. Unchasi ko'rmagan unaqa radiatorlar. Mana hammasini 30% skidga, chegirma, kelib foydalaninglar. Hammasilarga ham ko'rsa turmaydi, unaqa qimmat narsalarni 30% chegirmada. Men sizlar uchun harakat qilyapman. Sizlar videoga like bosib, kelib suvdan bitta yuborib hammasini 30% chegirmada. Любой o'zingizga yoqadigan narsani topib ketasiz. Do'kon 3 etajli bo'lgan hisobga eng katta do'konlardan bittasi hisoblanadi. Videoning tagida nomer yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib ishlarni srochniy bitirib olinglar. Lokatsiyani aytib ketaman. Toshkent Jomiy mozor, mozor to'g'risi, 4 etajli zdaniya. Videoning tagida nomer yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib ishlarni hal qilinglar.